Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, bulup mu muhterem yaşlarımız. Biz hazır özümüzün ki Allah bizge bergen hayatlık, ömrümüzden hakiki bizninki ilgar, töhbkar, yaxşı rehberlerimiz, yaxşı ustaz kıyırındaşlarımız ve kız oğul barlık dini Müslüman kıyırındaşlarımız ve Müslüman halkımız bizge yaxşı faydalanıp bizninki dünya ve ahiretlik baxtimizge töhp katkandak bizmi ömrümüzden yaxşı neticelerini elip yaxşı fayda katımız, yaxşı töhp katımız da olsak biz Allah Subhanahu ve Taala bizge muşu hazırkı davrida bizni sınaş üçün bizge onundan yaxşı faydalanganlarga nimet bo'ladigan, onu yaxşı başqurishni bilmaganlarga o halaket, vabal bo'ladigan internet, tor ve internet tordaki yaxşı bilim organları ve internet tordaki bizni halak qiladigan her türlük şahvani organlardan ibaret bo'lgan mushu bizninki hayatimizdeki yaxşılık ve yamanlıktan ibaret bo'lgan ikki bizning oldimizdagi yo'l alda turibmiz qilnashimiz. Mushu ikkilisi Allah bizga bergan, bizni hozirgi zamonda sinagan sinag'ning eng qattiq bo'ladi qilnashimiz. Agar biz yaşlarımız bo'libmi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif degandek, sen yaşlığının qadrini qiyrilik kelishdan burun bilgin degan mush hadisdagi o'xshash, yaşlığımız da bizninki aqlimizga, fikrimizga, bizning tonuşumuzga güzel, yaxshi ma'lumotlarni elishga tirishsak, kelgusi avlodlarga yaxshi natijalarni qoldira oladigan yaxshi ishlarni, yaxshi iqtidorlarni egallashga tirishsak ve yaşayotgan jamiyatimizdagi oq qarini farq qilish uchun biz har xil xabar ve her xil tashviqotlarninki to'g'risini ayirishga tirishsak, bu biz uchun bir baxt yo'li. Agar biz yaşlığımızın qadrini tanımay, ahiratda mı Allah Subhanahu ve Taala'nın aldığı hesap qilib qoladigan, bu dünyada mı Allah Subhanahu ve Taala'nın yardımından mahrum qilishdan sirt özümüzün şermi hayasını yo'qitib qo'ydigan internet torlardaki her türlü çeklengen, Allah toskan, peygamberi toskan, bizning Müslümanlık ahlakımız uygun kelmaydigan, Uygur Müslümanlarının kadimden tatipki şermi haya, isil xalq ekanlikka uygun kelmaydigan, her kandak insan ve cinnin şeytanları o'ttirib qo'ygan, şahvani bo'lgan tor internet televizorlardaki her türlü buzgunchu o'rinlarga qarab qiladigan, bunun bilan uzun müddet yoki ma'lum müddet yoki vaqtlik meşgul bo'ladigan mana shunday yomon omillarni o'zimizga yuqtirib olsak, u vaqtda biz özümüzün imanıdın, ahlakıdın, en mühimi pişayman qilg'ili bo'lmagadek ömrümüzden ziyan tatımız qilnashimiz. Şuna Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de alahida bizge mushundaq yaman o'rinlarga tushib qilishdan, agishdan bizni to'sab, Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de mundaq deydi. Estağfirullah. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû lehum azâbun alîmun fid-dunya vel-âhireti vallâhu ya'lemu ve entum lâ ta'lemûn. Sure Nur 19. ayet. Allah Subhanahu ve Taala Sure Nur'da yamanlıkka vastı buradigan, yaxshilikni o'ltiradigan bo'libmi insonninki vujudi, insonninki xarakteri, insonninki ma'naviyatida ve insonning jismoniyati var, sağlam hissiyatdan ibaret bo'lgan, sağlam bo'lgan tabiiy vujudimizdagi bizning shahvatimizdan ibaret bo'lgan hissiyatimizni o'ltiradigan, yo'qotadigan, xo'rlaydigan, chirtadigan omillardan ibaret namahremga qarashni, namahremga yuzinishni, evvelen onun
başta özüge tatıdığan yolu sebepçisi boğan qarashdan başlap Allah subhanahu wa ta'ala çekligen. Nima degan? Mu'min erler özünün közlerini yumsun. Yine bunun karşısında mu'min ayollar mı özlerinin közlerini yumsun degan qilishimiz. Demek köz, qarash ve her türlük namahramlığa qarta qalaymakan paylanış insanın ideolojisini, fikrini, insanınki vücudda Allah koygan sağlam hissiyatını çirtudi qilishimiz. Kündün açı vaq her xil televizor, internet, tor ya cemiyetdeki insanınki ahlakını buzduğan, hayasız orulluğa qaragan insanın aile ve turmuşu tedrici buzuş qarap mağdı. Çünkü o özünün normal halatından artık halatta özünün işitiş onundan burun çıkım kılınıp tügen boğaçka vakti kep qalganda er bolsun ayal bolsun normal güzel turmuş qilishdan ibaret boğan normal hayatı buzudu. Er mi baldur qeriydi. Ayal kişi mi baldur turmuşdan qaladı. Demek hem bunun ikinci zihni cemiyetke nurgun adamlarga yoki tor internetda nurgun organlarga shahvatlarga qaragan inson ularning orasidan faqat ola oladiganini islom shariatiga amal qilaman desa Allah nisib qilgan bo'lsa birdan to'tqicha. Agar islom shariatidan sirtidagi insonlar bo'lsa faqat namda oladigani birlam qolganiga qarab oladi, lekin shu qarashi o'ziga o'zininki his tuyg'usi ve cemiyetke ve qaralg'ushi bütün insonlarga nisbatan chirish, ahlaki chiriklashish ve tushkunlish apkillik qilishimiz. Shuning uchun islom dinimiz bizni biz ko'radigan har qanday narsa qarta uningdan yaxshilik bilan foydalanadigan narsalarga qat'iy qarashni ruxsat qilib, har qanday yomonlik bilan biz qarasak yomonlik bilan qaraydigan ham uningdan yomonlik bizga ta'sir qiladigan buzg'unchilik o'rinlarini bizni cheklab, mush oyatda Allah subhanahu va taala bizga ham mushundaq yomonlikning tushkunlishninki, chiriklishningki, shahvolanish orqali sharm hayo va axloqning yo'qolishning oldini olish uchun va mushundaq sharm hayoning yo'qolishini, buzg'unchilikning tarishini yaxshi ko'radigan insonlarni ularning qiliqini o'chkirishimizga va o'zimiz shundaq insonlardan bo'lib qolmasligimizga agar biz sharm hayo va axloqni yoqtirmasdan shahvoniylikqa yuzlanadigan insonlarning qilgan ishlarini qo'llab bersak, o'zimizmi jamiyatda, oilamizda yaxshilikning tarqalishini yaxshi ko'rmaydigan, sharm hayoning tarqalishini yaxshi ko'rmaydigan, buzg'unchilikning tarqalishini yaxshi ko'radigan bo'lib qolganligimizni, hattoki internet, tor, televizorlarga kirsak, yaxshi bo'lgan yo'llanmalar yo'llansa, uni o'ch ko'radigan, achchig'imiz kelib qoladigan, nimandaq to'la yo'llanadiganni deb qaradigan shahvoni, hayosiz, siriq, buzg'unchi narsalar yo'llansa, buni qattiq izlabdi ko'radigan, buni amroq bo'lib qoladigan, mushundaq buzg'unchilikni yaxshi ko'radigan bo'lib qolganligini Alloh taolo bilgachga, shuna Alloh subhanahu va taolo bu oyatda astag'firullah haqiqatan sat fohisha iymon aytgan mu'minlarning orasida tarqalishni yaxshi ko'radigan kishilar ular uchun dunyoda va oxiratda dardlik azob bor. Allah subhanahu va taolo biladi, sizlar bilmaysizlar deb Sura Nurning 19-oyatida Allah subhanahu va taolo mana mushundaq fohish tarqalishninki yaxshi ko'rilishini, hatto fohishini tarqatadigan qiliqning o'zini o'chkirimiz, fohisha tarqatadigan insonlarnimi, fohishining o'zinimi, hayosizlik, shahvonilikninki har bir tarmoqlarning hammasini, organlarning hammasini o'chkirishimizni Allah mush oyat orqali bizga bildirdi. Agar diqqat qilmasa, dunyoda azob bo'lganligini, oxiratda azob bo'lganligini alohida aylantirdi. Dunyodagi azob ana aydis kisili, her türlük bedeni iqib ketadigan kasallar, iqtisod turmushga yetmaydigan, tapqan pulining bir bo'ligi o'zining jinini, turmushini beqishqa million pulga ega bo'lgan bo'lsa-mu, yetsa, yana bir turdagi kasalini beqitqanga, yana bir turdagi
aile kesel tuğulgan balını baktıqanğa, şunda ketadigan iqtisad jihatdimi turmuşqa to'liq bo'lgan bir hayotga yo'lanmaydigan, ham shundaqla ruhi jismoniy jihatdan ojiz bo'lgandan keyin doktorga ketadigan pullar bilanmi turmushni oshirib bir o'zining jamiyatiga, o'zining ishidagi ojiz musulmonlarga, ojiz xalqqa yordam qila olmaydigan, ham shundaqla jismoniy jihatdimi har turli yangi insonlarni halok qiladigan kasallarning aydiz kasali va shuningdek nurg'unlagan yangi chiqqan kasallarning paydo bo'lishi bilan halak buluş yo'lga dertlik dünyadımı kapılıkka kaldığanlıqını ahirette yine Allah subhanahu wa ta'ala aldığı vagan vaqtida menguluk azapta kaldığanlıqını bu ayet bizge alayda ağını dışarı kılık. Biz hazırki muşu yaşayan cemiyetimizde tor internet televizyorlardaki şahvanilikka bizni yetekleydiğen ya şahvanilikne tarix yaşkırdıgan her kandak turbet minberlerden közümüz yiyip hak adaletini oturga koyduğun, hak adaletki çağırdıgan, bizni dünya ahiretinin bahsatiga eriştirdigan, yaxshi, güzel, imani, ahlakka, ilim, din ve ilim feni yetekleydigan minberlerden, orullardan paylaşımızga alahida Allah subhanahu wa ta'ala muş ayetler arkalı bizni yetekleydigan aşırımız. Şunun için her birisimiz dünya ahiretinin bahsatiga erişimiz edikenimiz, mana muşundak bizni halak kılıdıgan, buzgunçuluk şahvani organlardan, şahvani risimlerden yirak duruşumuz gerek. Ve salli ala Muhammedin ve sahbihi ecmain. Berahmetki ya erhamer rahimin.